21-asr axborot va zamonaviy texnologiyalar asri. Globallashuv jarayonida har tomonlama yetuk, bilimli va malakali mutaxassislarga bo'lgan talab ortib bormoqda. Davr talabidan kelib chiqqan holda respublikamizning yetakchi universitetlaridan biri bo'lgan Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetida ham iqtisodiyotimizning ko'plab sohalari uchun raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlanmoqda. Urganch davlat universitetida talabalar sifatli ta'lim olishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan bo'lib, tajribali professor o'qituvchilar tomonidan dars mashg'ulotlari olib boriladi. Bugungi kunda universitet nafaqat respublikamizda, balki jahon miqyosida ilm, fan va ilmiy tadqiqotlar sohasida faol ishtirok qilmoqda. Universitet 100 dan ortiq xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ilmiy tadqiqot institutlari bilan hamkorlik aloqalariga ega. Globallashuv jarayoni va aholi soni ortishi bilan barcha resurslarga bo'lgan ehtiyoj o'sib borayotgan bir paytda ulardan samarali foydalanishni tashkil etishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan geodeziya va geoinformatika hamda kadastr sohasi mutaxassislariga bo'lgan talab har qachongidanda yuqori. Mazkur talablardan kelib chiqqan holda Urganch davlat universiteti texnika fakulteti geodeziya, kartografiya va kadastr kafedrasida geodeziya va geoinformatika hamda kadastr bakalavriat ta'lim yo'nalishlari bo'yicha mutaxassislar tayyorlanmoqda. Agar siz ushbu yo'nalishni tanlab o'qishni muvaffaqiyatli tugallasangiz, 30 dan ortiq sohalarda faoliyat yuritishingiz mumkin. Jumladan, Davlat kadastrlar palatasi va uning filiallarida, kadastr agentligi va uning bo'limlarida, qishloq xo'jaligi sohalarida, qurilish tashkilotlari va firmalarida, transport xizmatini tashkil qilish tashkilotlarida, geologik qidiruv va loyiha ishlarida, atrof muhitni muhofaza qilishda, harbiy sohalarda hamda shu bilan bir qatorda litsenziya asosida xususiy kadastr firmalarini tashkil qilish imkoniyati sizning qo'lingizda bo'lishi mumkin. Agar siz shunday katta imkoniyatlarga ega bo'lishni hamda zamonaviy texnologiyalar bilan ishlay oladigan mutaxassis bo'lishni xohlasangiz, geodeziya va geoinformatika hamda kadastr sohasini tanlang.